boshni fido qilg'il ato boshiga, jismni qil sadqa ano qoshig'a, tun kuningga aylagali nurfosh, birini oy angla, birini quyosh. Alisher Navoiy. Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan muborak kunlarda yaxshi niyatlar bilan uchrashib turibmiz. Ma'lumki, ezgu tilaklar, yaxshi niyatlar bilan boshlangan har bir ishning yakuni xayrli bo'lib, o'zining totli mevalarini beradi. Yoshlaricha Alloh insonni yaratar ekan, unga eng halol, eng pokiza, eng go'zal fazilat va xislatlarni singdirar ekan. Ana shunday halollik va poklikda go'zal insoniy xislatlar bilan ulg'aygan farzandlar esa oilasining tinch totuvligi, yurtining obod va farovon bo'lishi yo'lida umrlarini baxshida etib yashaydilar. Farzandlarining chin ma'nodagi haqiqiy inson bo'lib ulg'ayishlarida ota-onalarning mashaqqatli mehnati, ranju zahmatlari cheksizdir. Bugungi ko'rsatuvimizda ota-ona va farzandlarning o'zaro munosabatlari, burchlari haqida hikoya qilishga harakat qilamiz. Shu sabab ko'rsatuvimizni durdona asarlarimizda va hayotimizda uchraydigan ta'lim, axloq, odob, ilm, ma'rifat, insof va adolat haqida hikoya qiluvchi voqea, hodisalar, hikoyat va rivoyatlar asosida tayyorladik. Marhamat, tomosha qiling. Bu yo'ldan o'tganlar behisob, sonsiz, biridan shon qolgan, biridan armon. Sen o'tmoq istasang ko'z yosh armonsiz, avval bil nimadir yaxshi yo'l yomon. Bobolarimiz, momolarimiz farzandlari dunyoga kelishidanoq uning kelajagi haqida qayg'urganlar. O'g'il qizlarini el yurtiga naf tegadigan insonlar bo'lib yetishlariga harakat qilganlar. Muhtaram olimimiz Xomujon Xomidi domlaning mana bu fikrlariga quloq tuting. Ramazon oldingi 7-asrda yaratilgan mana shu Avestodda inson hayotining, turmushining, uning kasb-korining turli jihatlariga bag'ishlangan g'oyatda ibratomuz fikr mulohazalar bor. Masalan, shu xonadonda farzand tug'ilgandan keyin tarbiyani o'sha tug'ilgan kunidan boshlash kerak degan aqida mavjud. 4 yoshga bola 4 yoshga o'tgandan keyin, 4 yoshga yetgandan keyin albatta uni maxsus ota-onadan tashqari maxsus tarbiyachilar qo'lida tarbiyalatilgan va o'sha zamonning ilmi, o'sha zamonning udumi, shu zamonning kasb-korini shu bolaga o'sha 4 yoshdan singdirib borgan. 7 yoshiga o'tgandan keyin esa maxsus mahallaning, ovulning yoki guzarning xos muallimlari, ya'ni xususiy muallimlar qo'liga topshirilgan va mana shu xususiy muallimlarning qo'lida ham diniy, ham dunyoviy bilimlarni o'rgatishgan. Farzandlarning unib o'sib, voyaga yetib odam bo'lishida ota-onalarning chekadigan zahmati, mashaqqatli og'ir mehnati, mas'uliyati cheksiz ekanligini allomalarimiz ko'p yozishgan. Ota-ona vaqti kelganda o'zi yemay, ichmay, o'zi kiymay, bolam yesin, bolam kiysin, hayotim, borlig'im, kelajagim bolam deb kechani kecha, kunduzni kunduz demay, farzandlarining baxt va kamolida tinmay yelib yuguradi. O'tmishini hurmat va faxr bilan e'zozlaydigan, bobolarim, momolarim ruhini shod etaman degan farzand albatta ota-onasi, el yurti, ustozlari oldidagi insoniylik burchini sidqidildan ado etadi. Baxtiyor bo'lishni istasang, avvalo ota-onangning haqqini ado qil. Ota-ona xursandligi kishi uchun dunyoda katta davlatdir. Muhammad Husayn.
mashhur Qobusnoma kitobida shunday yozadilar: ey farzand, bo'lg'il kim aql yuzasidan farzandga ota-onani izzat va hurmat qilish vojibdir. Nedinkim uning asli ota va onadir. Ota-ona seni jon va dil bilan parvarish qilmishlar. Agar ular haqida kamchiliklar qilsang, taqsir ko'rgizsang, sen hech yaxshilikka sazovor emas tursan. Nedinkim har kishi aslini yaxshilig'ini bilmasa, o'zganing ham yaxshilig'ini bilmagusidir. O'z farzanding sening haqingda qanday bo'lishini tilasang, sen ham ota-onang haqida shunday bo'lg'il. Nedinkim sen ota-onangga nima ish qilsang, farzanding ham sening haqingda shundoq ish qilur. Chunki odam mevaga, ota-ona daraxtga o'xshaydir. Daraxtni har qancha yaxshi tarbiyat qilsang, mevasi shuncha yaxshiroq va shirinroq bo'lur. Ota-onaga izzat va hurmatni qancha ko'p qilsang, ularning duosi shuncha tezroq mustajob bo'lur. Shuni anglamoq kerakki, ota uchun o'g'ildan ko'ra yaqinroq kimsa yo'q. Va otaning o'g'ilga bo'lgan muhabbatining qanchalik yuksakligini bayon qilish qiyin. Lekin shunga qaramay, o'g'il otaga nisbatan ozgina beodoblik qilsa, farzand muhabbati ota nazarida pasaydi va unga jazo va tanbeh berishga kirishadi. Nima gunoh qildim? Aybim nima? Aybing shuki, 3 oydan beri kasal bo'layotgan otangni borib ko'rmabsan. Bunga ne yopishib oldilaring? Borib ko'rgan. Borib ko'rdim desa, nima bala og'ziga talqon solgansiz. Gapiring, aralashmasan. Hech kim sendan so'rayotgani yo'q, jim tur. Bir marta borganman oldilariga. Esimda bor. Turshagama borganman. Bir marta borganman. Ha? 3 oy bo'pti-ya yotganiga. To'g'risini aytsam, olib borgan turshagingga qo'lini ham tekizmadi. Kunuzib kun derazaga qarab mo'ltillab yotadi. Nega shu vaqtgacha tuzalib ketmayapti deb xayolingga ham keldi. Nimaga mo'ltillab yotibdi deysiz? Hamma odam ham derazaga qarab yotadi. Nega o'chiradimi yomonning? Voy nega o'chirarkan? O'chira bosingni. Ochin to'qin qolib ketyapti deyotganim yo'q. Doktorlarga ming rahmat. Sellardan ham yaxshi qarashyapti. Ovqatini ham berishyapti. Dori-darmonini ham, hech narsadan kamchiligi yo'q. Lekinchi choy ichishga piyalasi ham yo'q. Stakonda choy ichyapti. Stakonda? Uyati. Shu boisdan sen oldinga keldik. Endi bu yog'ini o'zing o'ylab ko'r. Bizlardan xafa bo'lmagin. Yo, xafa bo'ldingmi, a? Yo'q. Bo'lmam xafa bo'lib. Zig'ircha xafa bo'lganim yo'q. Farzandlar tarbiyasida ota-onaning mehnati, mashaqqati ulug'dir. Ayniqsa onaning jigar go'shasi bolasi uchun qilgan xizmatini hech narsa bilan o'lchab bo'lmaydi. Ona o'z farzandiga hayot bag'ishlaydi. Unga mehr, muhabbat, o'zidagi bor insoniy fazilatlarni baxshida etadi. Alisher Navoiy Hazratlarining Nasoyim ul Muhabbat min Shamoyim ul Futuvat otli kitoblarida bir ibratli voqea bayoni borki, uni esga olib qo'yish foydadan xoli bo'lmas. Ismoil Dabbos dedikim, haj niyat qilib borurda Shirozga yetishdim. Bir masjidga kirdim. Shayx Mo'minni ko'rdimki, o'ltirib xirqasini, eski to'nini yamaydirardi. Salom qildim va o'ltirdim. Mendan so'radikim, "Ne niyating bor?" dedim. "Haj niyatim bor." dedi. "Onang bor?" dedim. "Bor." dedi. Yonib, orqaga qaytib, aning mulozamatiga, xizmatiga bor. Bu so'z menga xush kelmas edi, dedi. "To'lg'ona sen, men 50 haj qilib bosh yalang, oyoq yalang va zodu yolg'izu hamroqsiz barchasini senga berdim. Sen onang ko'ngli shodlig'ini menga ber." Shayx Mo'min Shiroziyning umrida 50 bor bosh yalang, oyoq yalang, yolg'iz va hamroqsiz haj qilgan bir zotning ana shu jamiki hajlari savobini ona ko'nglining shodligiga almashtirishga tayyor turgan zamirda olam ma'no yotibdi.
biz ana shunday milliy tarbiyaviy manbalarimiz, go'zal udumlarimizni qalbimizga jo qilib yashamog'imiz darkor. Qani edi Alisher Navoiy hazratlarining boshni fido ayla ota qoshig'a, jismni qil sadqa ona boshiga satrlari ham tilimizda, ham dilimizda bo'lsa edi. Ha, farzandlar ota-onaga itoat etib, har bir fursatni ularning rizoligisiz o'tkazmasliklari lozimdir. Har bir saodatli va aziz farzand ota-ona kayfiyatini rozilik belgisi bilan xandon qiladi. Ota-ona xursandchiligini o'ziga keladigan yaxshilikning debochasi deb biladi. Najot eshigining kaliti va saodat gulzorining nasimi ota-ona tufayli hosil bo'ladi. Farzand o'stirishdan mudoshki, ular imkoni boricha ota-ona xizmatini qilsinlar va hech qachon ularga uyat va sharmandalik keltirmasinlarki, uyat va sharmandalik ota-onaning farzandga bo'lgan mehr va muhabbat oynasini xiralashtiradi. Kimki ota-onasining roziligini olgan bo'lsa, unga qanday yaxshi. Tangri uning umrini uzaytiradi. Azizlar, donishmalardan biri yaxshi farzand ota-onasini jannatga musharraf qiladi degan ekanlar. Bu esa ota-ona va farzandlarining burchlarini sidqi dildan bajarishlari bilan amalga oshadi. Ko'rsatuvimizdagi suhbatlar, voqea hodisalar, hikoyat va rivoyatlardan ibrat olib, hayotimizning davomchilari, ko'nglimizning mevalari bo'lmish farzandlarimizni ota-ona, el-yurt duosini oladigan qilib tarbiyalashdagi burchlarimizni unutmaylik. Yaxshi niyatlar qilaylik. Har birimizga ota-onamizning quvonchi-yu farzandlarimizning baxt va kamolini ko'rish nasib etsin. Keyingi ko'rsatuvda ko'rishguncha xayr.